درسنا نجحنا ونلنا المنى صبرنا وفزنا بلغنا العلا بكينا سرورا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما. خب النحو التطبيقي أصلا مكتفين الكلمة وأقسامها كلمة ونقسمنا مثل ما قبلت يعني. وبنجي biz muqaddimadan keyin kalima nima? Kalima lug'atda qanday ma'no beradi va mazhablar, nahv mazhablari yoki nahv maktablarini gaplashdik. Nahv maktablarining nazdida kalimaga qanday ta'rif berilgan? Shu haqida gaplashdik. Keyin ana shu kalimani ism, fe'l va harfga bo'linishi va bundan ismni o'rgandik va ismning alomatlari 5 ta alomat bilan tanishib chiqdik. Saniyan al-fi'lga keldik. Ya'ni ikkinchisi fe'l. Nimani ikkinchisi? Kalimaning ikkinchi qismi. Birinchi qismi ism edi. Kalimaning ikkinchi qismi fe'l. Va unga ta'rif beryapti musannif. Huwa kalimatun dallat ala ma'na fi nafsiha. U kalimadir. Ya'ni fe'lga ta'rif beryaptiki, fe'l bu kalima. Chunki tabiiyki kalimani ichida o'rganyapmizmi? Tamom, kalima deymiz-da uni. U kalimadir ma'noga fi nafsiha o'zidagi ma'noga dalolat qiladigan. Biz o'tgan safar aytdikki, nakradan keyin fe'l kelsa sifat qilib tarjima qilamiz. O'zidagi ma'noga dalolat qiladigan va iqtaranat bi ahadil azminati salasati. Azmina zamonning ko'pligi. 3 ta zamonga zamonning biriga bi ahadil azmina deyaptimi? 3 ta zamonning biriga dalolat qiladigan. Iqtaranat degan 3 ta zamonning biri bilan keladigan. Iqtaran degan yaqin bo'ladigan degan. 3 ta zamonning biri bilan bog'liq bo'ladigan, yaqin bo'ladigan va o'zidagi ma'noga dalolat qiladigan kalimaga fe'l deymiz. Buni fe'l deb nomlanishiga sabab, kallan biroz ko'taramiz. Fe'l deb nomlanishiga sabab bu o'zi ma'no dalolat qilayotgan ma'nodan kelib chiqadi. Chunki fe'l ish harakat degan. Va ismdan farqli ravishda bu ish harakatga dalolat qiladi. Lekin ish harakatning o'zi kifoya qilmaydi u so'zning fe'l bo'lishiga. Tushunarlimi? Ish harakat plus ish harakatning zamoni va plus ish harakatning bajaruvchisi bo'lishi kerak. Mana shu 3 ta narsa bir kalimada topilganda, ana o'shanda o'sha kalima nima hisoblanadi? Fe'l hisoblanadi. Ha, oxirgi uchinchisi muqayyat emas, ya'ni ish harakat va zamon topilib, uning bajaruvchisi topilmasa, u ham fe'l bo'ladi, faqat fe'lning majhul shakli bo'ladi. Bajaruvchi yo'q bo'lgan shakl bo'ladi. Ammo baribir bajaruvchi degan masala ko'tarilyaptimi o'sha joyda? Majhul bo'lsa nima uchun majhul? Bajaruvchisi yo'qligi uchun. Demak, fe'l mavzusining ichida bajaruvchiga ham alohida e'tibor borligi sababli fe'l o'sha ish harakat, zamon va bajaruvchi bilan hisoblashadi. Doim. Tushunarli? Endi ish harakatning o'zi bo'lsa, bu fe'l bo'la olmaydi, balki u ism. Yoki zamonning o'zi bo'lsa ham fe'l bo'la olmaydi, u ism. O'tgan safar shuni aytdim. Misol uchun yozish ish harakatning o'zi fe'l emas, ism. O'tgan zamon ma'nosida kelajak, hozir ma'nolarining o'zi ham mana hozir degan so'z, al-yawma, al-an, anif degan so'zlar hammasi ism. Chunki zamonning o'zi bu, nima yo'q, ish harakatning o'zi. Qachon ikkisi bir kalimada jamlanadi, ana o'shanda o'sha kalimangiz fe'l hisoblanadi. Xo'p, misol uchun kataba yadullu ala al-kitabati fil madi. Kitabatun yozish degan, masdar. Ya'ni masdar degani o'sha ish harakatmi? Yuqoridan boydan beri aytayotganim ish harakat va zamon birga bo'lsa fe'l bo'ladi deyman-ku. Ish harakatning o'zini agar ajratib olsangiz, u masdar deyiladi. Tushunarlimi? O'zi masdar nima? Masdar sodirdan olingan, markaz, ya'ni eng asosiy, oxirgi hamma narsa undan olinadigan manba, oxirgi bo'lak degan masdar. Ana shu masdarni olasiz va siz oldingizda turgan qutichalarga, moziy qutichasiga solasiz, go'yoki tushunarlimi? Muzoriga solasiz, istiqbalga solasiz. Ya'ni muzori o'zi ikki qismga bo'linadi. Hal hozirgi zamonga, kelasi zamonga qo'yasiz. Ana o'sha ish harakatingizni qaysidir zamon bilan bog'lasangiz, keyin zamonga dalolat qiladigan fe'l yuzaga keladimi? Ana shu e'tiborda, ana shu fe'llarni yuzaga keltirayotgan oxirgi birlik bu masdar. Ana shu e'tibordan aytyaptiki, endi shu masdar ham ikki xil bo'ladi. Hozir men yo'llarga aytib o'tdikki, masdar sorih va masdar muavval bo'ladi. Ochiq masdar bo'ladi yoki aylantirib olingan masdar bo'ladi. Ochiq masdar o'zining masdar vaznlari bilan bo'ladi. Masalan, uchun kataba kitabatun masdar. Qara'a qira'atun masdar. Va hokazo. Ammo masdar muavval bo'lsa, fe'lning oldiga qaysi bir qo'shimchani olib kelamiz va o'sha fe'l billa o'sha qo'shimcha bilan masdar ma'nosini beradi. Mana masalan uchun chiqishi mumkinmi deysiz, uridu an akhruj deysiz. Uridu an akhruj. Mana shu joyda tarjima nima deysiz? Chiqish deysiz. Mana an o'sha muzori fe'li nima qilib beryapti? Nasb. Nasb qiladi. Ham ma'noda masdar ma'nosini beradi. Ana shu masdar muavval deyiladi. Inshaalloh o'rganamiz. Tushunarli? Xo'p, endi bu joyda kataba yadullu ala al-kitabati fil madi. Kitabatun deb endi masdar sorihni keltiryaptilar. Ya'ni o'sha yozishga deb masdar sorih bilan ifodalaydi. Yozishga, moziyda yozishga dalolat qiladi. Yaktubu yadullu ala al-kitabati fil hal. Hozir yaktubu degani hozir yozayotganiga dalolat qiladi. Uktub yadullu ala al-kitabati fil mustaqbal.
yoz degani yozishni kelajakda bo'lishiga dalolat qiladi. Endi mana shu joyda ham bir mulohaza bor nahvshunoslar nuqtasida. Mana shu joyda hozir bi ahadil azminati salasi 3 ta zamondan biriga dedi, lekin biz bilamiz mozi va mudori' bor xolos. Mudori' o'zining ichida ham 2 ta zamonni ifodalaydi. 3 ta zamondan murod bu kishi nazarda tutayotgani o'tgan zamon, hozirgi zamon, kelasi zamon. Shunday. Endi hozirgi zamon deyotgani yaktubu deb muzorining o'zini berib, uni hozirgi zamon deyapti. Ya'ni kelasi zamon ma'nosiga ishora qilmayapti-da. Uktub buyruq fe'lini keltirib, mana shu kelasi zamon deb e'tibor bergan bo'lsangiz. Mana shu joyda e'tibor bor. Ya'ni ikki xil qarash bor. Mana bu qarash odatdan amr fe'lini kelajakka dalolat qiladi deydigan e'tibordan qarash, go'yoki men sizga buyruq berishimdan oldin siz ish harakatni hali bajarmayapsiz. Qachonki men sizga buyruq beraman, shundan keyin bajarasizmi? Ya'ni ish harakat kelajakka dalolat qiladi, kelajakda ish harakat sodir bo'lishini talab qiladi deb buyruqni kelajak mustaqbal deb arablarda ba'zilar shunaqa, hamma ulamolar emas, ba'zilar. Ammo ba'zilar aytadiki, mozi hal mustaqbalni, halni yaktubu fe'lini o'zini beradi. Mustaqbalga bo'lsa sayaktu, sawfa yaktu deb ana shu qo'shimchalar bilan beradi. Yoki yaktubu g'adan degan so'zlar bilan beradi. Tushunarlimi? Va mana shu joyda inshaalloh hali o'rni kelganda bunda ham gapiramiz. Muzori fe'lining oxirgi tochkasi mana bu uslubga, ya'ni kataba mozi yaktubu hol uktub kelasi zamon degan ma'noda emas. Aslida ulamolar aytadiki, kataba mozi yaktubu agar o'zi kelsa hozirgi zamonni beradi. Tushunarlimi? Qachonki endi shu yaktubuga g'adan fil usbu'il qodim degandaqa ertaga, kelasi haftaga degandaqa mana signal so'zlar bo'lsa, keyin sen o'sha fe'lingni kelajakka o'tkazib tarjima qilasan, tushunasan. Agar bunaqangi ishoralar bo'lmasa, fe'lni o'zini hol qilib tushunasan deydi. Mana shu oxirgi gap. Tushundingizmi? Nima tushunamiz ekan? Nima tushunamiz ekan? O'sha kalit so'zlar bo'ladigan bo'lsa, kalit so'zlari keladi, keyin uni kelajak tushunasan. Agar hech qanday siz yaktubu, yaftahu bo'lsa, hozirgi ma'noda tushunaverasan deydi. Kelamiz hozir. Aqsamul fi'l. Fe'l qismlari, ya'ni qasimul fi'lu ila salasati aqsamin. Fe'l 3 qismga bo'linadi. Mozi, mudori' va amr. Endi bu joyda madin, mudori'in va amrin degani yuqoridagi aqsamdan bayon tafsiriy ham deydi ba'zilar. Tushunarlimi? Ba'zilar badal deydi, badal tafsiriy deydi. Xo'p, ya'ni 3 ta qism deb turib qaysidan aytib berdi? Mozi, mudori', amr deb aytdi. Xo'p, birinchisi mozi. Huwa ma dalla ala hadasin. Hadas nima? Sodir bo'lish, ya'ni bir ish harakat. Biror bir hodisaga, o'zbek tilida hodisa deb kirgan. Biror bir hodisaga dalolat qiladi. O'sha hodisa waqa'a, ya'ni qarang, nakradan keyin fe'l kelyapti, sifat deb tarjima qilamiz. Waqa'a qabla zamani takallumi, gapirish zamonidan qabla, oldin, gapirishingdan oldinroq o'sha bo'lgan. Waqa'a degan voqea yuzaga bo'lgan. Mozi nima? Gapirishingdan oldinroq yuzaga bo'lgan hodisaga dalolat qiladigan narsa mozi bo'ladi. Misol uchun kataba, fahima, dakhala, kharaja, istawfara va hokazo. Xo'p, endi har bittasini, uchala mozini ham, mudori'ni ham, amrni ham alomatlari bor. Biz ism alomatlarini o'rgandik, nechta edi bular? 5 ta. Va bu alomatlar ismni nimadan? Fe'l va harfdan ajratib turardi. Mozini alomatlari, mudori'ni ham, amrni ham alomati bor va bu alomat birini ikkinchisidan ajratib turadi. O'sha alomatlar sirasidan an yasluha degan o'zasi bilan an bilan fe'l mudori' kelyapti, ha, bu nasb qiladi. Biz o'rganganmiz avval. Biroq ma'noda masdar qilib tarjima qilamiz. Tushunarlimi? An yasluha li an tattasila bihi ta'ut ta'nisi sakinatu. Ta'ut ta'nis muannaslik to'si. Qanaqa muannaslik? As-sakinatu, sukunlik. Muannaslikning sukunlik to'si bihi unga tattasila ittisol degan yopishish degan orqadan kelib. Muannaslikning sukunlik to'si unga ortidan kelib qo'shilishi. Yoki o'sha kalimaga qo'shilishi muannaslik to'si. An yasluha li an degani mana shunday bo'lishi solih deb endi arabiy tushunsangiz bo'ladi. O'zbekchasi mana shunday bo'lishi to'g'ri bo'lsa, o'sha muzori fe'lning alomati shudir deyapti. Qaytaraman. Tushunmadinglarmi? Muzori fe'lning alomati, mozi fe'lning alomati unga muannaslikning sukunlik ta'si qo'shilishidir. Qo'shila olishligidir. Qo'shilishi to'g'ri bo'lishidir. Mana 3 xil variant edi. Tushunarligi? Nima endi bu yerda muannaslikning sukunlik ta'si. Nega aynan muannaslikning ta'si va nimaga aynan sukunlik ta'si deyiladi? Biz agar fe'l moziga nazar soladigan bo'lsak, oddiy birinchi misol katabani berdim. Kataba ikkiligida kataba, ko'plikda katabu bo'ldi. Kataba nima degan edi? Yozdi. Kim? U erkak. Endi shuni muannas qilsak qanday bo'ladi? Ana o'shadagi sukunlik ta'ni ta'ut ta'nisi sakina deydi. U o'sha ta muannaslik ta'si. Muannaslikni ham sukunlik ta'si. Nimani muannas qilib beryapti? Katabani muannas qilib beryapti. Tushunarlikmi? Mana shu joyda sizlarga yaxshiroq tushunarli bo'lishi va ko'pchilik farqida qiynaladigan bir nuqta borki,
Misol kataba. Odatdan fe'l o'z foili bilan keladi. Doimo. Bizda chalkashlik bor. Aytaylik, mana bu joyda Muhammadunni qilsam, foil Muhammad bo'lmaydi. Nima bo'ladi foil? Mubtado bo'ladi foil. Mubtado bo'lib kataba mana shu bitta jumla bo'lib, bu xabar bo'ladi. Jumla bo'lib turib xabar bo'ladi. Endi bu jumlani yoyadigan bo'lsangiz, kataba fe'l taqdirida huwa uning foili. Fe'l va foil bitta jumlani tashkil qilgan bo'ladi. Odatdan shu foil o'zidan avvalgi mubtadoga bir xil bo'lishi kerak bo'ladi. Mubtado bilan bir xil. Aytaylik, misol uchun, at-talibani desam, nima degani? Ikkita talaba. Ikkilikdan bu mubtado. Endi xabar odatdan mubtado bilan sonda bir xil turadi. Mubtado bir sonda bo'lsa, xabar bir. Mubtado ikkilikda bo'lsa, xabar ham ikkilikda bo'ladi. Ana shu e'tibordan xabar kataba jumlasi kataba bo'ladi. Va bu mana shu turishi yana foil. Ya'ni jumla bo'lib turib xabar bo'ladi. Shu jumlani yoyadigan bo'lsangiz, odatdan jumla bitta so'z bilan tashkil topmaydi. Jumla bu kalam degan. Kalamga Imom Ajur rahimahulloh al-kalamu lafzun mufidun murakkabun bil wad'i degan. U kalam eng kami ikkita so'zdan tashkil topgan bo'lishi kerak degan. Kalam hech qachon bitta so'z bilan tashkil topmaydi. Chunki insonga, buni inshaalloh o'rniga gaplashamiz, insonga bir ma'lumotni yetkazib berayotgan gaping eng kamida ikkita so'z bo'lsin, bitta so'z bilan bo'lmaydi bu narsa. Keyin e'tiroz bo'ladi. Kataba bor-ku mana. Odatdan gap bo'lish uchun tinglovchiga to'liq ma'no, to'liqlik yetishi kerak. Kataba yozdi mana, to'liq yetdi. Misol uchun, hazal kitabu deb to'xtab qolmadi-da. Bu kitob yo'q javobi. Undan ko'ra kataba bitta o'zi ish harakatini haligi yozganini to'liq ma'noni yetkazib beryapti-ku desa, to'g'ri, u ham tagida huwa katabada. Tushunadingmi? Eng kamida ikkita. Xuddi shunaqa, mana buni jumla deyapmiz. Bu ham eng kamida ikkita bo'lishi kerak. Mana shu jumlani kataba qismi foil, mana bu alif fe'l, mana bu alif nima hisoblanadi? Foil. Katabani foil hisoblanadi. Tushunasizmi? Mana shu alif domir hisoblanadi. Xo'p, men nima dedim? Mana shu taqdirdagi huvani, umuman mana shu katabaning foili mubtado bilan teng turishi kerak dedimmi? Ana shuning uchun alif ikkilikning alifi mana bundan bir xato. Agar at-tullab desam nima bo'ladi? At-tullabu katabu. Bu yerda ham shunaqa. At-tullab mubtado, kataba jumla bo'lib turib, uning xabari va jumlaning ichida kataba fe'l mozi ma'lum va uni foil. Va uning foil. Tushunarlimi? Misol uchun mana shuni kataba deb qo'ysam bo'ladimi? Haqqim bormi? At-tullabu kataba deb gapirishimga haqqim bormi? Nima uchun? Kataba tullab siz bilan. Nimaga desam? At-tullab mubtadomi? Mana jumla o'tini xabari desam, buni yoyayotganda kataba fe'l, uni foili huwa. Men nima dedim? O'sha taqdirdami umuman foili mubtado bilan teng turishi kerak degan qoidaga to'g'ri kelmay qoladi. Shuning uchun at-tullabu kataba deyishim xatosi. Tushunarlimi? Demak, men sizlarga zehnilarga tushuntirib olmoqchi bo'lgan narsam, ismingiz nima edi? Rahimon, qaq o'ylayapsiz. Men sizlarga tushuntirmoqchi bo'lgan narsam, fe'l mozining ortidan qo'shilgan qo'shimchalar nima hisoblanar ekan odatdan? Foil hisoblanadi. Misol uchun katabtu risalatan desam bo'ldi. Amma misol ana katabtu risalatan. Misol nima bo'ladi? Ana mubtado, kataba fe'l mozi ma'lum, tu foil. Shu jumla bu mubtadoning xabari. Tushunarlimi? Anta katabtu desa anta mubtado, kataba fe'l ta foil. Yoki antani yig'ishtirib tashladim. Masalan, katabtu ma ar-risala desam kataba fe'l mozi ma'lum, tuma uni foil. Va jumla ismiy jumla, fi'li jumla bo'ladi. Ammo mana bu usulda boshlansa bu ismiy jumla bo'ladi. Fe'l qatnashsa ham. Tushunarlimi? Men nima uchun buni tushuntiryapman? Ha, demak, fe'lning ortidan qo'shiladigan qo'shimcha foil ekan. Endi bizga mozi fe'lning alomati nima dedi? Muannaslikning sukunlik ta'si dedi. Mana shu joyda shunday gap bor. Misol uchun men aytsam, Fatimatu Fatima yozdi desam nima deyman? Katabat deyman. O'rnini almashtirsamchi? Katabat Jins samosi chiqdi. Fatimatu. Xo'p, birinchi gapni tahlil qilaylik. Birinchi gapim fe'li jumla, ismiy jumla, ikkinchi gapim fi'li jumla. Nima uchun ism bilan boshlangan, fe'l bilan boshlangan uchun. Xo'p, birinchi gapim Mubtado. Mubtado, kataba fe'l mozi ma'lum. Mana bu tilchi. Foil. Xo'p, foil deylik shuni. Endi bunda kataba fe'l. Tilchi. Aftot Fatima nima? Hech kim mubtado. Hech qanaqa. Ikkita bo'lib qolyapti-ku foil. Yo'q.
Mubtado umuman mubtado yo'q bu gapda fe'l bilan boshlanadi. Fe'li jumla bu endi mubtado nima kelasi? Qani tutib qolyapti. Bo'lmaydi. Kechga mubtadolar yo'q, noshira jumlalar bo'lishi mumkin. Unda nima? Siz o kitobingizga nima deb yozib o'tdi? Fa'il dedimi, muannaslik t'si dedimi? Fa'il emasmi? Katabtu, katabta, katabtidan farqli ravishda katabat fa'il emas. Tushunarlimi? Unda mana bunaqa ikkita fa'il yuzaga kelib qoladi. Ikkalasi to'lashib qoladi. Men fa'ilmanmi, sen fa'ilsanmi? Ammo katabtu ana deyish xato, bunaqa gap kelmaydi. Bu yerda ham boshqa bo'ladimi unda desangiz? Kelmaydi. Ammo mana bu gapdachi, Muhammadun kataba huwa fa'il. Almashtiringchi? Katab Muhammad. Huwa yo'q endi. Huwa majhulmidi? Bo'ldi. Huwa o'rniga Muhammad bo'ldi. Huwa ish qolmadi. Bu Muhammad fa'il bo'laveradi. Tushundingmi? Ammo mana buni orqaga qaytaramiz. Kataba at-talibani deyish to'g'rimi? Yo'q. Uni faqat birida bo'ladi. Kataba at-taliban. Nima uchun? Shunaqangi narsani oldini olish uchun. Ikkitasi fa'ilga talashib qolmasligi uchun fe'l doim birlikda kelaveradi. Tushundingmi? Mana buni ham katabu at-tullabu desam bo'ladi. Kataba. Nima uchun? Vovmi fa'il, tullabmi fa'il degan masala yuzaga kelib qoladi. Tushundingmi? Ha, unda buni ham tasini o'chirib tashlaylik desa, mun bilan o'xshab qoladi. Tushundingmi? Kataba Fatima bo'ladi. Yo'q, bu qolaversin, muannaslik t'si bo'lib qolsin. Va mana shu joyda ham muannaslik t'si. Uni fa'ili qaysi bunda? Iya fa'il. Shu tartibi qanaqa bo'ladi? Shu ikkinchisi fe'li jumla tartibi. Mana bundan bo'ldi kataba fe'li ma'lum. Ta va ta'nis sakin. Fatima fa'il. Mana bunda Fatima mubtada, kataba fe'li ma'lum. Ta muannaslik t'si. Buni fa'ili. Bu go'yoki katabani muannas shakl. Muallimunni muallimatun bo'lib muannasga beradimi? Katabani muannas qiladimi? Katabat. Va muzori mozi fe'lidagina shu hodisa bor. O'shuning mozi fe'lining alomati shu til. Shuni topsang fe'lni mozi fe'l deyaverasan o'sha fe'lni deyapti. Tushunarlimi? Yana shuni sinovkasida aytadi. Muannaslikning sukunlik ta'si. Nega shu yerda muannaslikning ta'si demadi? Sukunlik deb shart qilib qo'shib qo'ydim. Faqat shunda sukunlik. Harakatlik ham borda. Muallimatun harakatli ta'kid. Shuni sizga tushuntiryaptiki, fe'lga faqat muannaslikning sukunlik ta'si qo'shiladi. Ismga bo'lsa harakatlik ta'si qo'shiladi. Harakatlik ta'si tamom bo'ldi. Tushundingmi? Sukunlik ta'si fe'lgagina qo'shiladi, tamom bo'ldi. Tamom bo'ldi. Tushundingmi? Mana yozib qo'ygan pastda ikkinchi sinoskada amma ta'u ta'nisil mutaharrakatu degan bo'lgan. Fatalhiqul asma'a. Nahu muslimatun. Harflarga ham qo'shiladi ekan. Sammata, la degan. Xo'p, aytamiz. Endi muzoriga keldik. Ovatdimi videoga? Xo'p, mudori. Huwa ma dalla ala hadathin yaqa'u fi zamani takallumi aw ba'dahu. U bir hadas, hodisaga dalolat qiladi. O'sha hodisa yaqa'u fi zamani takallum. Gapirayotgan vaqtda yuzaga kelgan. Aw ba'dahu gapirganidan keyin, ya'ni u hozirgi yoki kelajakka ishora qilib qo'yish shu gapni o'zida. Misol uchun yaktubu o'qiyapti, hozirgiga, o'qiydi keyingiga. Yaqra'u yaktubu deb o'qiydi demadimi? Yozyapti deyiladi. Yaqra'u yadkhulu yakhruju yastaghfiru hakasa. Endi al-mudari'u solihun lil hali wal istiqbal. Mudari' holga ham istiqbol nima edi? Kelajakka ham solihun degan to'g'ri kelaveradi. Salohiyatli dediğimiz o'zbekcha tushmaydi bu. To'g'ri kelaveradi. Moziga ham, holga ham, istiqbolga ham to'g'ri keladi. Misol uchun yaktubu Zaydun al-ana. Zayd hozir yozadi. Mana al-fi'l yaktub huna lil hal. Bu joyda hol hozir uchun kelyapti. Nima uchun? Li vujudi qarinatin. Bir qarina bor. Qarina degani men sizlarga yangi termin, bundan buyoqga qarina deb gapirib ketaveramiz. Qarin degan yaqin degan. Qarina degani shunga bog'liqligini ishora qilib turadigan belgi. Kuljoviy so'z. Tushunarlimi? Shunaqa qarina borligi uchun. Qanaqa qarina? Tu'ayyinuhu, u qarina uni tayin qilib qo'yapti lizalika shu holga. Va huwa va hiya o'sha qarina lafzu al-an. Al-an lafzidir. Tushunarlimi? Misol uchun yaktubu Zaydun deganingizga yaktubuni hozirgi vaqtga ma'noni tushunishga majbur qilib qo'yapti va bunga ishora borki al-an lafzi. Shuni aytmoqchi. Yoki sawfa yaktub. Al-fi'l yaktubu bu yerda yaktubu fe'li huna lil istiqbal. Kelajak uchun. Nima uchun? Li wujudi qarinatin tu'ayyinuhu lizalik. Uni bunga tu'ayyinuhu hu degan uni lizalik bunga tu'ayyin tayin qilib qo'yadigan qarina li vujud borligi uchun. Tushunarlimi? Va hiya va o'sha qarina bo'lsa ham sawf. Shuni oldinglarmi?
Endi pastdagi Hamul Hawami Imom Suyutiyni asarlarida mana shu narsani aytadiki, boyaga aytgan gapim. Va in wujidat qarinatu tu'ayinu zaman al-mudari lil-hal kana lil-hal. Agar bir fe'lni hozirgi zamonga tayin qilib qo'yadigan hozirgi al-anga o'xshagan qarina bo'lsa, tushunavering, o'sha al-an ma'nosida ekan. Agar kelajakka tayin qilib qo'yadigan savfalar bo'lsa, fe'lni o'sha ma'noda tushunavering. Biroq va in lam tujad qarina, agar biror bir qarina yo'q bo'lsa, shunchaki yaktubu zaydda o'zini turibdi. Hech narsa yo'q. Mana shunday bo'lsa, kana lil hal ala rojih. Eng rojih qavlga ko'ra, eng kuchli qavlga ko'ra fe'l hozirgi zamonda tushuniladi. Boya aytib ketgan masalan. Tushunaldiga? Xo'p, endi mudori' fe'lining alomati. Bu nima degani? Mudori' fe'lining mozi va amrdan ajratib turadigan belgisi. Boyaga mozining alomati mozini muzori va amrdan ajratib turadigan alomat belgisi. Muzorining alomati an yasihha wuqu'ahu ba'da lam aw sin aw sawfa. Muzori fe'li o'sha lam yoki sin yoki sawfadan keyin wuqu' kela olishidir. Bu hech qaysi fe'lda bo'lmaydi. Ya'ni mozida ham bo'lmaydi, amrda ham bo'lmaydi. Ya'ni faqat muzori fe'li lamdan keyin kela oladi. Ha, u lamdan keyin kelib uni qanaqangi o'zgarishlari keyingi masala. Lekin hech qachon lam kataba demaysiz. Tushunarlimi? Muzori fe'lini eng asosiy alomati ungagina tegishli bo'lgan xususiyat lamdan keyin keladi. Va yana qaysidan keyin ekan? Sin va sawfa. Ya'ni sa kataba demaysiz ekan, sawfa kataba demaysiz ekan. Sa yaktubu, sawfa yaktubu deysiz. Endi bularning orasidagi farq. Sa yaqin kelajakda bo'ladigan ma'noni bersa, sawfa uzoq kelajakda bo'ladigan ma'noni beradi. Tushunarlimi? Misol uchun aytsamki, sa'ahduru al-an. Hozir boraman deyman. Hozir aytaman. 2-3 kundagi masalani gaplashayotgan bo'lsak, sawfa naro deyman, qani ko'ramiz deyman. Tushunarlimi? Biror nima bo'lar, qani ko'ramiz, sawfa naro deyman. Tushunarlimi? Hozir ko'rib chiqaman desam, telefonda kimgadir sa'aro deyman. Sa bilan, ya'ni yaqin kelajakda sani beraman, uzoq kelajakning ma'nosini ifoda qiladigan bo'lsam, sawfa bilan beraman. Kalla sawfa ta'lamun. Yo'q, tez orada, ya'ni uzoq kelajakda hali bilishadi, ta'lamuna sizlar bilasizlar degan. Xo'p. Misol uchun mana lamdan keyin kela oladigan misol a'udzubillahi lam yalid va lam yulad. Mana lam fe'lidan keyin mudori' fe'li kelyapti, majhul bo'lsin, ma'lum bo'lsin, farq yo'q. Yoki sayaqulu sufaha minan nas. Tez orada insonlardagi ichidagi tentak odamlar aytadi degandagi sayaqul. Tez orada kelajakda aytishini ishora qilyapti. Sawfa astaghfiru lakum robbi, men sizlar uchun Robbimdan istig'for so'rayman. Uzoq kelajakdagi ma'noni gapiryapti Yusuf alayhisalom. Yana asosiy belgilardan biri va la budda yakuna mabdu'an. La budda nima degani o'zi? Nima degani labud? Labud o'zi ma'nosi nima? Bud degan chora degan. La budda degan chora yo'q degan. La budda hech ham chora yo'q. Mana bundaydan boshqa bo'lishga chora yo'q. Faqat mana shu bo'ladi degan. Labud emas. Tushunarlimi? La budda degani bundan boshqa bo'lishga chora yo'q. Demak, mana shunday bo'lishi lozim degan. Tushunarlimi? La budda an yakuna mabdu'an بحرف من حروف المضارعة ri'ati emas. Mudoroat harflaridan biri bilan boshlangan bo'lishligi lozimdir. Undan boshqa chora yo'q. Bir fe'limiz muzori fe'limi? O'sha fe'limiz albatta mudoroat harflaridan boshlanishi kerak. Shu joyda sizlar bilan imkonida tez gapiryapman. Ma'lumotlar ko'pligi uchun. Ya'ni vaqtimiz oz, sizlarga yetkazadigan ma'lumotlar ko'p. Shu joyda biz xato kirib qolgan tilimizga mudoriyat harflari deydi. Ya'ni qaysi harflar al-majmu'atu fi anaytuda jamlangan. Har qaysi fe'l alif muzori fe'llar. Alif, nun, ya va ta bilan boshlanadi. Ana aktub, nahnu naktub, hiya taktub, huwa yaktub. Mana shundan boshqachasi yo'q. Mana shulardan mana shu a, m, n, m, y, m, t, m bittasidan muzori fe'l boshlanishlik kerak, bundan boshqa chora yo'q. Lekin shu harflarni arabiy nomi mudoroat deydi. Ro bilan aytadi. Biz tilimizga mudoriat deb kirib qolgan harf. Endi mudoroat nima degani? To'xtang, o'zi muzori nima unday deb nomlangan? Mozi kelajak ma'nosini beradi. Amr buyruqni beradi. Va ma'nosi nomlanishi o'z ishora qilayotgan kalimaga mos ravishda tushgan. Ammo mudori nima mudori? Nimaga bunday nomlangan? Unaqa turkumdagi fe'llar. O'z aslida doro'a degani arab tilida shabaha ma'nosida keladi. Shabaha nima? O'xshash. Doro'a o'zaro o'xshash degan. Mudori'un ismi fa'ilda o'xshovchi degan. Mudora'atun o'xshatuvchi degan. Ya'ni ashlar sababi bilan o'xshatiladi fe'l. Xo'p, nimaga endi bunaqa turkumdagi fe'lni biz o'xshovchi fe'llar deb tarjima qilib tushunamiz? Nega aynan shu o'xshovchi ma'nosidagi so'z shunaqangi fe'llarga qo'yilgan? Nima uchun? Chunki boshiga qo'yilibdi. Boshidagidan keyingisi shu moddiga o'xshaydi. Fe'llar 3 qismga bo'linadi. Mozi, mudori va amr. Shularning ichidagi mozi va amr mabni hisoblanadi. Ammo faqat muzori
Ichida mabnisi ham bor, turi bor. Va mu'robi ham bor. Xuddi shu jihatdan ismga o'xshaydi. Ismning ichida ham mabnilari bor, mu'roblari bor. Bu birinchisi. Ikkinchisi, mudoriat harflarining harakatlari va harflar joylashuvi ham ism bilan bir xil. Misol uchun, aytsamki, mana shu fe'l. Mudori' dedimmi? Dora'mi? Shuni dara'a fe'lini ismi fa'ili mudori'un ekan. Mudori'. Hop, mana shuni muzori so'zi qanday bo'ladi dara'a? Yudori'u bo'ladi. Mana mudori' yudori'. Tushunarlimi? Harflar joylashuvi ham. Kombinatsiyalari ham bir xil. Misol uchun allama muzorisi qanaqa? Yu'allim. Yu'allim. O'sha yana nima qilib qo'ying bo'ldi. Ismi chiqdi. Muallim. Mana shu e'tibordan bu fe'llar ismga o'xshash. Deb ismga o'xshaganlik sababli bunaqa turkumli fe'llarni mudori' o'xshovchi harflar. Endi ana bu alif, ya, nun, talardan bo'lsa mudora'at o'xshatib beruvchilar. Mana shular kelib o'xshatib beradi. Harflar. Xo'p, ular hamza, nun va ya va ta'dir. Misol uchun aktubu, naktubu, yaktubu, taktubu kabi. Sinoskada beryaptiki bizga 4 ta muzori'at harfi Baqara surasining 30-oyatda hammasida 30-oyatda kelgan. Shu to'ralasi bilan boshlangan fe'l kelgan 30-oyatda. Azbillah. Mana misol uchun ataj'aluna fiha. Qaysi keldi? Ta. Abul istifham. Ta keldi. Taj'aluna fiha. Man yufsidu fiha ya. Va yufsiku dima ana ya. Wa nahnu nusabbihu keldi. Wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Mana a'lamu keldi. To'ralasi shu oyatda bor demoqchi. ثالثا الحروف. Üçüncüsü harfler. Demek üçüncüsüydü bu? Kelimenin üçüncüsü. Amr değil mi? Bu istisna çıkarıyor. Amrni chiqarmay ketdi. Tashlab ketibdi. Yo'q, chiqargan. Tashlab ketishdi. Sizlarda ham yo'qmi? O'tgan safar chiqargan qani? Olinglar. Amr bo'lish kerak. Qani o'tgan safar chiqargan? Ana bor. Amrni o'tamiz ekan. Nechinchi bet ekan? Endi shu birdan o'tamiz. Xo'p, ket. Al-amru. Amr. Bir bet tashlab ketibdi-da, maqsad. Huwa ma dalla, amr nima? U shunday narsaki, ma dalla ala hadas. Ish harakatiga dalolat qiladi, hodisaga. Lekin yutlabu talab qilinadi majhulda. Husuluhu degi hu o'sha hadasga qaytadi. O'sha ish harakatining hosil bo'lishi ba'da zamani takallum gapirganimiz vaqtdan keyinoq o'sha ish harakatining paydo hosil bo'lishi talab qilinadi. Mana shu amr. Amr shundayki bir ish harakatga dalolat qiladi, lekin o'sha ish harakat gapirib bo'liniboq bajarilishi talab qilinadigan ish harakatga dalolat qiladi. Ya'ni buyruqlar aytmoqchi. Masalan, uktub. Men uktub nima degan? Yoz. Mana shu buyruq va mana shu ish harakat men gapirganimdan keyinoq siz tarafingizdan bajarilishiga dalolat qiladi. Tushunarlimi? Yoki iftah, ijlis, istaghfiru hakan. Endi alamatuhu majmu'u shay'ayn. Nima degan? Amrning alomati degandan tushunamizki, muzori va mozidan farqi. Majmu'u shay'ayn. Ikkita ishni jamlanishi. Amrning alomati unda ikkita narsa jam bo'lishi kerak ekan. Ikkisidan bittasi bo'lsa ham amr bo'lmasa kerak. Amr bo'lishi nima bo'lishi kerak ekan? Yo'q. Ikkalasi bo'lishi kerak. Agar bittasi bo'lsa amr bo'lmaydi. Nima ekan ular? Dalalatuhu ala talab. Amr bu buyruqqa, talabga dalolat qilish kerak. Bu birinchi ish. Shu bilan birgalikda qabuluhu ya al-muxotab. Yo'y muxotobani ham qabul qilish kerak. Yo'y muxotoba nima edi? Muannaslik. Muxotobun antada, muxotobatun anti. Antiga yo qo'shiladi odatda. Mana muzorida ham bor shu narsa. Muzorida antiga nima deysiz? Ana o'sha taktubinadagi bidan keyingi ya yo'y muxotoba deydi. Tushundingizmi? Ana aktub, anta taktub, anti taktubinadagi ya yo'y muxotoba deydi. Amrni sharti yo'y muxotobani ham qabul qila oladigan va ma'nosi ham buyruqqa dalolat qilishi kerak ekan. Agar faqat yo'y muxotobani qabul qilsa ham amr emas, faqat buyruqqa dalolat qilsa ham amr emas. Shuni bor. Hozir sharhga o'tamiz. Xo'p, misol uchun deyapti uktubi. Haza fi'lu amr. Mana bu deyapti nima ekan? Amr fe'li. Nimaga? Yannahu chunki u yadullu ala talab, buyruqqa dalolat qilyapti. Qanaqa buyruq Ibrohim bu? Uktub qanaqa buyruqqa dalolat qilyapti? Yoz degan ish harakatga dalolat qilyapti. Va shu bilan birgalikda yaqbalu ya al-muxotab. Yo'y muxotobani ham shu qabul qiladi. Ya'ni uktubi bo'la oladi. Tushundingmi? Ayol kishi fa yasih an taqul aytishing to'g'ri bo'ladiki, ayol kishiga qarab uktubi deysan.
Mesela ijlis nima degan? O'tir. Buyruqqa dalolat qiladi va yoy muxotoba qo'shib ko'rsang, ijlisi bo'la oladi. Mana shu amr. Bir vaqtda mana shu ikkalasi bo'la olishsagina amr bo'ladi. Endi misol uchun Qur'onda oyat keltiryapti. A'udhu billahi fakuli washrabi wa qarri ayna. Maryam alayhisolatu vasallamga yeng, iching deb Alloh taolo buyruq qilib beryapti. Agar erkak kishiga berilgan buyruq bo'lganda kul washrab bo'ladi. Ayol kishiga bo'lganda chi kuli washrabi, amajjada kuli washrabi wa qarri degan fe'llar af'al amrin. Amr fe'llar. Nima uchun? Liannaha dallat ala talab. Qiling deb buyruqqa dalolat qilyapti. Shuning bilan beryapti. Qobilat ya'ni muxotoba. Ya'ni muxotobani ham qabul qilyapti. Bu qabul qilib tursin, mana shunday ko'rinsin emas. Mana uktubda ko'rinmayapti yo'q muxotoba. Lekin qo'shib ko'rsang bo'ladi. To'g'ri bo'ladi, xato qilgan bo'lmaysan. Mana shunday bo'lish kerak hech bo'lmagan. Endi va in dallat al-kalimatu ala talab, agar bir kalima va in dallat al-kalimatu agar bir kalima ala talab buyruqqa dalolat qilsa-yu va lam taqbal ya al-muxotaba. Yo'q muxotobani lekin qabul qilmasa, ya'ni buyruqqa dalolat qiladi bir kalima. Lekin unga yo'q muxotoba qo'shilmasa desa qo'shilmaydi. Shunaqa ham bo'lishi mumkin. Bo'lar ekan. Mana shunday bo'lsa, fi amal fe'l bo'lmas ekan. Masalan, uchun deyapti sohin. Sohin bi ma'na uskut. Uskut ma'nosida. Arab tilida shunday narsa borki, o'rtoqlar. Ismi fe'l degan narsa bor. Ism fe'l. Ismu fi'lin deydi. Bu nima degani? Fe'l nima edi? Ish harakatni amalga oshirish. Ha, ish harakatni amalga oshirayotganda nima bo'lish kerak? Fa'il bo'lish kerak, zamon bo'lish kerak, ish harakatning o'zi bo'lish kerak. Tushunarlimi? Endi gohida mutlaq bir ish harakatni arab tilida boshqa narsa bilan ifodalaydi. Va u ifodalayotgan jumla mozi, muzori, amr birorta siyg'aga mansub emas. Kim bo'lsa ham ashim bilan ifodalaydi, kimga bo'lsa ham. Mana masalan, madal qiroatda hati degan jumla bor. Keltir. Ayol kishiga nima deysiz? Hati deysiz, yo'q, unga ham hati deysiz. Ikki kishiga nima deysiz? Ikkovini keltir deysiz. Hatta deysiz, unga ham hati deysiz. Mana shu. Hati ismi fe'l, keltir ma'nosini beradigan ismi fe'l. Tushunarlimi? Yana ham soddaroq qilasan, Ibrohim tushunyapsizmi? Biz o'zbek tilida ham bor bu narsa. O'zbek tilida jim bo'l desak, o'ch degani. Mana shu ma'noni gohida beradi. To'g'rimi? Deganimiz nima beradi shu? Jim bo'l degan. Mana shu jim bo'l ma'nosidagi fe'lning bitta ismi. Shunga tushdi nima deysizda shuni? Shu nima? Deysizki, to'g'rimi? Mana shu amr ma'nosidagi fe'lning ismi. Mana shu amr ismi fe'l deydi. Arablarda ham shunaqa hati degani olib kel degan. Biz ham deymizmi? Tushunarlimi? Ana shu o'z aslida. Mana bu joyda sohin. Arablarda uskut degan soh degan ekan. Tushunarlimi? Mana bir odam jig'izga tegsa deysiz. Gapirmaysiz u yog'iga. Mana shu ifoda nima beradi? Bo'ldi deydi, o'chgan deydi. Tushunarlimi? Arablarda ham shu sohin degani uskut degan ekan. Ma'nosida ekan. Lekin shu sohin ayol kishiga sohi deya olmaysiz ekan. Mana shu sohin buyruqqa da'vat qilyaptimi? Lekin yangi muxotob olmayaptimi? Bo'ldi. Falaysat bi amr fe'l. Amr fe'l emas bu. Amr fe'l emas bu. Tushunyapsizmi? Ha, amr fe'li ma'nosidagi ism deymiz. Lekin amr fe'lini o'zi emas. Nima bu? Va innama hiya ismu fi'l amr. Amr fe'lini ismi xolos. Tushunarlimi? Xo'p. Endi bir kalima esa tushunamiz. Birinchi ikkita majmua shay'ayn, ikkita narsa qaysilar ekan? Yo'q, birinchisi talab qilish kerak, talabga dalolat qilish kerak. Ikkinchisi yo'q muxotoba. Ikkalasiga o'rgandik. Ikkalasi ham bo'ladigan uktub. Bittasi bo'lib qoladigan, talab bo'lib qolsa yo'q muxotoba qabul qilmasa, unga qaysi misol? Soh kabi, ya'ni ismi fe'l. E'tibor bersanglar, o'yladi, hind o'tdik. Hin yazay. Ha? Xo'sh, nima degan bizda ham borda shu. Xo'sh, qani aytchi, nima bo'ldi degan gapni beradi. Xo'sh da. Arablar shu dergan. Yazay dergan. Tushunarlimi? Ashi ham mozi yoki buyruq davom et degan ma'nodagi fe'lning ismi. Tushunarlimi? Uni sen davom et, men davom et, biz davom etdik deb moziga tuslanmas ekan. Tushunarlimi? Ular shunaqangi ism fe'llar ekan. Xo'p, endi birinchisini o'rgandik. Talabga dalolat qilsa-yu, yo'q muxotoba qabul qilmasa, bunga misol soh kabi ism fe'l. Endi aksi bo'ladi. Yo'q muxotoba qabul qilib talab bo'lmasa ham bo'lishi mumkinmi? Va in qabilat ya al-muxotoba, agar yo'q muxotobani qabul qilsa, va lam tadull ala talab, lekin talabga dalolat qilmasa ham bu amr fe'l bo'lmaydi. Nima bo'ladi? Muzori fe'l bo'ladi. Muzori fe'l qanaqa edi? Hozir men eslatib oldim-ku. Ana aktubu, anta taktubu, anti ana yo'q muxotobani olyaptimi bu? Lekin talabga dalolat qilmaydi. Yozyapsan deb xabar bu. Tushunarlimi? Demak, yo'q muxotobani o'zini qabul qilsa ham
fe'l emas ekan, amr fe'l emas ekan, yoki muxotobani qabul qilmasa, turib talabni o'ziga dalolat qilsa ham amr emas ekan. Amr bo'lish uchun nima ekan? Ikkita shart bo'lish kerak. Dalolat etadi. Aytyaptiki taqumina. Nima degani? Taqumina qoma. Turyapsan yoki turasan degan ayol kishi esa. Falaysa bi fi'l amr. Amr fe'l emas. Innama hiya fi'lun mudari. Fe'l mudari xolos. Yani ثالثا الحروف. Uchinchisi harflar. Nima uchinchisi deydi bu? Kalimaning uchinchisi. Huwa kalimatun dallat ala ma'na fi ghayriha. U nima degani? Kalima dallat ala ma'na, ma'no dalolat qiladi. Fi ghayriha o'zidan boshqadagi ma'no. Yo, u degani o'zida ma'no yo'q degani emas. O'zida ma'no bor, o'shini o'zidagi ma'no o'zidan boshqada ko'rinadi. Tushunarlimi? Buni olib tashlasangiz, ma'no bilan o'zi bilan birga undagi ma'no ham chiqib ketib qoladi. Lekin kirib kelganda ma'no o'zida emas, unda ko'rinadi. Mana shu kalima. Mana shu harf. فالحروف له معنى حرفlarni lahu ularning ma'nosi bor deyapti. فالحروف له معنى uni ma'nosi bor. Lekin ma'nosi nima? La yazharu illa fi tarkib. Ko'rinmaydi illa tarkibda ko'rinadi. Bir-biri bilan kirishganda kalimalar ko'rasan ma'nosini. Misol uchun al-madrasatu nima edi? Maktab. Fil madrasati? Mana maktabda, dana nima beryapti? Fil fisiz u ma'no yo'q edi. Demak filning ma'nosi bor ekan, faqat fil o'zida emas, ana bilan ko'rgani ko'ryapti ma'nosi. Misol uchun min harfu jarrin lahu ma'na. Min harfu jar lahu ma'na, uni ma'nosi bor. Lekin ma'nosi la yazkar illa fi tarkib. Lekin ma'nosi faqat tarkibda ko'rinadi. Endi buni minni bitta min ularning ichida faqat bir dona minning ma'nosini hozir bizga tushuntirib o'tib ketadi. Lekin har bitta fi'ni ham alani ham bitta ma'nosi bor emas. Bizda anda haqida, alan ustida deb faqat shunga miya qaydlanib qolgan, mana shunga qo'zg'oq qilib qolgan. Undan boshqa ma'no yo'q deb tushunadi. Yo'q, boshqa ma'nolar bor. Mana misol uchun min, birinchisi. Ha, uni doim biz bilgan. Li ibtida'il g'oyati, g'oyani boshlanishi uchun keladi. G'oya nima? Maqsad. Mana misol uchun, auzubillah. Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram. Subhanallazi pok bo'lsinki, allazi shunday zot asra bi 'abdihi o'z bandasini sayr qildirdi, laylan tunda. Mana shu g'oya sayr qildirish g'oyasi qayerdan boshlanyapti? Ibtida'il g'oya. Minal masjidil haram. Mana masjidil haromdan shu ish boshlanyaptimi? Men ash ish boshlanayotgan joyga, g'oya boshlanayotgan nuqtaga dalolat qiladi. Misol uchun ana zahabtu minal bayti. Men uydan keldim. Bu kelish ish harakati g'oya qayerdan boshlangan? Maqsad. Ashdan, ibtidal g'oya deydi shu. Bizdan chiqish kelishiga deb qo'yasizlar. Yo'q, nima deymiz ekan? Buni ibtidal g'oya deymiz ekan. Ikkinchisi, menda asosiy ma'nosi bittasi bu bo'lsa, ikkinchisi tabi'id. Nima? Lit tabi'id. Tabi'id nima? Tabi'id ba'z so'zni olingan. Ba'dun ba'zi degan. Tabi'id ba'zilash, ajratish. Misol uchun va minan nas man ya'budu Alloh ala harf. Va minan nas insonlardan ba'zilari shundaylari bor ma'nosida. Va minan nas man ya'budu insonlardan shundaylari borki man ya'budulloh Allohga ibodat qiladi. Ala harf nima deydi? Ala harf. Bir tomonlama. İnsanlar ichida shundaylar bor, Alloh taolaga bir tomonlama ibodat qiladi. Ya'ni insonlardan Allohga bir tomonlama ibodat qiladiganlari bor. İnsonlardan ba'zilari bor degan. Buni ajratyapti. Tushunarlimi? Men aytsamki, "Va minat-tullabi wat-talibati uqala'un wa juhala." Desam, talabalar va o'quvchilar va o'quvchi qizlar ichidan ba'zilari aqlli, ba'zilari johil. Mana shundaylar bor. Tabi'id ma'nosi shu. Faqat dan emas ekanda, tushunyapsizmi? Xo'p, va alamatuhu. Nima alomati endi? Harfni. Hammasini alomatini tanish. Nechta alomatlar tanishdik? Qani kalinglarga ko'taringlarchi. Mavjuda ayting. Mavjuda biz. Tahayma. Ha. Ayting. Yo'q, umuman shu kungacha hozir shu vaqtgacha nechta alomat bilan tanishdik? Nimalarning alomatlarini gaplashdik? Amr ikkitasini. Sizlar oyog'idan tushdingiz, tepadan tushing, ismdan tushing. Ismni 5 ta alomati. 5 ta al-jarru va tanmin, an-nida, keyin naqa? Dukhul al isnad ilahi. Isnad ilahi bo'ldi. Ismni tugadi. Fe'lniki. Birinchisi naqa? Mozi. Mozida alomati. Mozidagi 3 ta. Mozida alomati. Bitta. Qaysi? Ta. Muannasning uskunlik ta'si. Muzori alomati. Sin keyin kelishi. Amrda alomati. Amrda alomati. Ayting. Ikkita narsa jamlanish kerak. Talab va muxotabani qabul qilish. Tushunarlimi? Endi amrni fe'lning alomati qaysi ekan?
alla yaqbala shay'an min alamati ism. O ism alomatlar bor-ku. La yaqbala shay'an. Birortasini qabul qilmaslik kerak. Fe'l, harf ism alomatlaridan birortasini qabul qilmasin o'ziga. Wala shay'an min alamati fi'l. Fe'lning alomatlaridan birortasini qabul qilmasin. Bo'ldi. Ashi na ism alomatlarida topiladi. Na fe'l alomatlarida topiladi. Ana o'shunda u harf bo'ladi. Tushunadingmi? Endi misol hal, fi, wala. Nima uchun uchtasini misol qilib keladi? Chunki hal fe'l bilan ham ism bilan ham kelaveradi. Hal yaktu, hal hazal kitab. Ikkalasi bilan keladi. Yozyaptimi? Bu kitobni deganlar. Afichi faqat ism bilan keladi. Yo'q, ism bilan keladi. Masalan, fi madrasati hech qachon fi yaktubu bo'lmaydi. Faqat ism bilan keladi. Allamchi mana shuning uchun ikkalasini keltirgan. Harflardan faqat ism bilan keladiganlari bor. Faqat fe'l bilan keladiganlari bor. Ikkisi bilan keladiganlari bor. Hal fi va lam insof. Xo'p, endi sizga xulosa qilyapti. Va illam taqbal al-kalimatu shay'an min alamati al-ism. Agar bir kalima ismdagi alomatlarni o'ziga olmasa, qabul qilmasa, va la shay'an min alamati al-fi'l, fe'l alomatlarini ham o'ziga qabul qilmasa, fahkum alayha bi annaha harf. Unga uni harf deb hukm beraveradi. Anwa'ul huruf, harflarning turlari. Harflarning turli xil bo'ladi. Al-huruf anwa'un kathira. Harflarning turli xil shakllari bor. Ularni hali inshaalloh hammasiga batafsil to'xtalamiz. Hozir bir qator tanishib olish uchun. Ulardan mana birinchisi huruful jar. Jar harflar o'zidan keyingini jar qiladi. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, waw, ta. Ularni har bittasini to'xtalamiz, ma'nolarini gaplashamiz. Bu haqida mavzuyimiz bisyor. Sizlar qaysilarini tanishib oling. Ba'zi ulamolar xosatan avomilda ba'un, ta'un, kafun, lamun, wawun, munzu, muzkhala, rubba, hasha, min, ada, fi, an, ala hatta ila deb she'r qilgan. 18 ta ekan desmasam. Keyingisi huruful atf, atf bog'lash degan. Bog'laydigan harflarimiz. Vav, fa, thumma, aw, am, bal, la, hatta, lakin. Bularni ham qachon qaysi ma'noda kelishini atf mavzusida o'rganamiz. Siz tanishib oling hozirda ham. Yoki nasb harflar an, lan, izan, kay, kay. Bular o'zidan keyin muzoriyni nima qiladi? Nasb. Ha, o'zlarining ma'nolari bor. Chunki nasb qo'yishmaydi. Masalan, anda o'rganib ketdik. An nima? Masdar ma'nosi. Xo'p, keyingi jazm harflar mudori'ni uskunlab qo'yadi. Lam yaktubuni lam yaktuba qilib qo'yadi. Lamma yaktub, la yaktub, la yaktub. Mana hammasida lam, lamma, lamul amr, lan nahiy. Ular ham o'sha ishni qiladi, lekin uskunlab qo'yishgan vaqtda o'zining ma'nosini ham fe'lga singdiradi. Masalan, lam fe'lni uskunlash bilan birga moziyning inkoriga o'tkazadi. Yaktubu nima deganimiz? Yozyapti, lam kirsa yozmadi bo'lib moziyning inkoriga o'tib ketadi. Tushunadingmi? Hurufun nasikha, nasikh o'chiruvchi harflar. Ularni inshaalloh o'rganamiz. Inna, annaka, anna, lakinna, layta, la'alla. Xo'p, ular aksar inna, annalar albatta degan ma'no beradi. Huruful masdariya. Bular yuqorida nasb harflarining ichida an, masdar dedimmi? Xuddi mana bu 6 ta harf an, anna, ma, kay, lavlar ham xuddi shu anga o'xshab masdar ishini qiladi. Faqat an masdar bilan birgalikda muzoriyni ayam qilib qo'yadi. Ular bunaqangi ish qilmasa-da masdar ma'nosini beraveradi. Nido harflari ya, aya, haya, ay, hamza, va. Bunun ichida ya o'rtaga, aya, haya uzoqqa, ay yaqinga, ay bilan hamza yaqinga, vachi, va o'lgan odamga. Eshmata deydiku, va da. Kitoblarda va ahmadoh deb keladi. Va o'zidan keyingi fe'lga ohni qo'shib keladi. Ya Zaynaboh, va Zaynaboh deb. O'lgan odam chaqiradi-ku, bir palonchi aka deb yig'lab. Ashildagi va ham bu ham nizoda. Tushunadingmi? Xo'p, huruful javob, javob harflari. Na'am, ajal, bala, la, i ham bor. Bu kitobda bermayapti, i degan. I ham tasdiqni beradi. Ajal beradi. Ajal ham tasdiqni beradi. Albatta degan. Keyingisi istifhom harflari, so'roq harflari. Hamza, a, hamza va hal. Tushunadingmi? Mana shu harflarning 9 ta turiga misol. Orqasida jadval. Biz nima dedik? Muqaddimani o'rganganimizda musonif bir mavzuga kirib, bu mavzuning barcha masalalarini yoritib bo'lgandan keyin mavzuga doir narsani jadval qilib o'quvchini zehniga mustahkamlashni beradi dedik. Mana shu jadval. Demak, kalima debdi boshida. Tepasini o'qib qo'yaylik. Muxattatun. Muxattatun nima degani? Jadval degan. Jadval yuwaddih izohlab beruvchi jadval. Nimani izohlaydi aqsamal kalima? Kalimaning qismlari va alamati kulli qism. Har qism alomatini ochiq olib qo'yilgan jadval. Mana kalima, ism, fe'l, harf. Ismni o'zi, ismni alomati mana qator yozib qo'yildi. Jar, tanvin, nido, duxul, al va isnadilar. Keyin fe'lga o'tdi. Fe'l, mozi, mudori, amr va har bittasining alomati. Mozining alomati ta ta'nis sakina.
مضارع علامات أن يصح لأن يلي لام سين وسوف. أمر علامات مجموع شيئين ikkita narsani jam bo'lishi. دلالته على الطلب قابله هو يا مخاطب. حرف علامته لا يقبل شيئا من علامات الاسم اسم علامات birortasini qabul qilmasligi va la shay'an min علامات الفعل biror alamat qabul qilmasligi. Mana shu shuncha o'tgan mavzuyimiz jarlar. nechta dars الهنا رفعنا رؤوسا تطال السماء شكرنا كراما رعوا